Yengilroqini bera oling-da boshlanishiga. Bunaqa kuchli savollarda aytyapman. Siz yutib qo'yadiganga o'xshayapsiz. Yo'q, unaqasi bo'lmaydi-da. Xo'p, hozir men sizga 5 ta savol beraman. Mana shu 5 ta savolning ichida 5talasiga ham to'g'ri javob bersangiz, xudo xolasa, umra safariga sizga $100 vaucher beraman. Inshaalloh. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar sizga $100 chekirma qilib berishadi. Chekka bo'ladi. Ha. Agarda shularning ichidan bitta bo'lsa ham savolga noto'g'ri javob berib qo'ysangiz, ishtirok uchun rahmat bo'ladi. Bo'ladi, tushundim. Rozimisiz? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning otalarining ismi Abdulloh. umra ibodatining yilning qaysi vaqtida qilish mumkin? Vaqt chegaralanmagan, xohlagan vaqtda qilsa bo'ladi buni. Payg'ambarimizning Madinaga hijrat qilganlarida birinchi bo'lib qurdirgan masjidlari qaysi? Qubo masjidi. Yutib qo'yadi. Tavof davomida Hijrul Ismoil Ka'baning yarim aylanish shakli. Ichiga kirib tavof qilish mumkinmi? Yo'q. Payg'ambarimiz nechta marta umra bajarganlar? Toshni emas, adashmayotgan bo'lsam 3 marta umra, 2 marta haj qilgan. Mana shu savolga noto'g'ri javob berdilar. Bitta adashishda, qarang, shunchalar yaqin bo'ldi. Hozirda bitta akamiz ham shu mana shu to'rtta savolga javob berdi. Aka, sog' bo'linglar. Xo'p, ishtirok uchun rahmat. Xo'p, savollarimiz yoqdimi? Yaxshi zo'r. Xo'p, Bitta joyda adashibman endi. yo'q, endi bu Inson adashuvchi. adashuvchi albatta.